ikkinchi oyoq harakatimiz qaychi deb nomlanadi. Bunda oyoqlar rasmiy holatda joylashgan holda avval o'ng oyog'imizni tovonini yuqoriga ko'tarib buramiz, chap oyog'imizni uchini yuqoriga ko'tarib ichkariga qayiramiz. Ya'ni qiyshiq oyoq holati bo'ladi. Keyingi gal o'ng oyog'imizni uchini ko'targan holda tashqariga buraymiz, chap oyog'imizni tovonini ko'targan holda ichkariga buraymiz. Ya'ni ochiq holat bo'ladi. Xuddi shu harakat chap tarafda ham qaytarilishi mumkin. Tovon ko'taramiz, uchini ko'taramiz, uchini ko'taramiz, tovonni ko'tarib buraymiz. Ikkala oyog'imiz birgalikda ishlagan holda 1, 2 o'ngga 1, 2 chapga 1, 2 o'ngga 1, 2 chapga. Bu harakatning nomi qaychi deb nomlanadi.